Bir yilchalik to'shakka mixlanib yotdim. Baribir foydasi bo'lgani dori-darmonda. Juda ham ko'p bemorlar bor insult bo'lgan. Endi shifosini bersa bo'ldi. Kelganimizdan beri nima o'zgarishlar? O'zgarishlar mana paylar cho'zilib ancha harakat qildi. Aha. Burnimga kelmasdi qo'lim mana. Bu 3-kunimiz. 3-kunimiz. Aha. Kelganingizda mana qo'lingiz bukilmayapti, mana aytyapsiz, bugun 3-kunda burnimga kelyapti deyapsiz. Qo'lingiz umuman bukilmayapti. Endi nima etaplarimiz qoldi? Ya'ni neyroreabilitatsiyani davom ettiramiz. O'sha hamma qilayotgan fiziy protseduralar, nervni uyg'otish uchun kerak bo'lgan, mushakka baquvvat qilish kerak bo'lgan, eski hujayra o'lib, o'rniga yangisi kelish, ya'ni organizmni yoshartirish uchun kerak bo'ladigan hamma fizioterapiyalar qilinadi. Bundan tashqari lechebniy fizkultura o'sha yerdagi yana reabilitatsiya. Ya'ni mashqlar, boshqa nimaga qo'shimcha yana o'zimiz fizik mushaklarni baquvvat qilishimiz kerak. Qo'ltig'im pastga yopishib qolganida badanimga. Keyin tonuslar bor edi, ochilmasdi. Bemorlar ham Xudo xolasa bu endi reabilitatsiyamizning boshlanishi. Insult bo'lgan ko'plab bemorlar bor, lekin ular o'ylaydiki, mana shu dori-darmon oldim, tonnalab kapelnitsalar oldim, natija bo'lmadi. Butun umr endi mana shunga mahkum ekanman deydi. Mana sizga pashti dori-darmon qilmayapmiz, ko'rganingizdek. Fizioterapiya, LFK, neyroreabilitatsiya yordamida qilyapmiz. Siz agar mana shunda 2-3 yil oldin bilganingizda qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Men shu anaqam baribir foydasi bo'lgani dori-darmonda. Bu bemorimiz Qashqadaryodan sizlarga natijalarini davomiy ko'rsatib boramiz.